Assalomu alaykum ahli birodarlar, aziz hamyurtlar, aziz hamshaharlar. Mana men hop, Namangan viloyatidan keldim. Isoqov Nurullo Ahmadaliyevichman. Bu yerga asalari bilan davolashga o'tgan yili ham kelgan edim. Ancha og'riqlar bilan kelgan edim. O'tgan yili yaxshi davo topdim. Shu yilga ham keldim. Ayolimni, onajonimni olib keldim. Ular ham davolandi. Xudoga shukr, mana bugun 7-kun. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Dilmurodjon tabibga, qovurlarimizga, ayollarga, hamshiralarga, hammasiga rahmat. Kam bo'lmasin, umrlari uzoq bo'lsin. Doim bular ham xalqni duosini olib yurish nasib qilsin. Kelingizlar, davolaningizlar. Asalari yaxshi foyda berar ekan.